Xitoyning besim tushirishi natijasida naq tutqun qilinib Qozog'istonda nazarband qilingan ot yurt tashkilotining boshlig'i Serjan Bilashev o'g'li qo'yib berildi. Sharq Turkistonda tug'ilgan va keyincha Qozog'iston fuqaroligi o'tgan kishilik huquq faoliyatchisi Serjan Bilashev o'g'li ot yurt fidoyilari tashkilotining rahbari edi. U tunugin ichilgan sudda shartlik holda qo'yib berildi. Mutaxassislar Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmon oz sonliqlarni kollektiv shaklda qo'lga olish sababli kelib chiqishi va madaniyati bilinmaydigan yangi bir avlod paydo bo'lganligini bildirdi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'urcha bo'limidan Olim Seytovning 7 avgustdagi o'tkazilgan Xitoydagi oz sonliqlar uchrayotgan besimlar to'g'risidagi bir munozara programmasida mundaq dedi. 2017 yildan buyon Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda 1 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa musulmonlarni lagerlarga qamadi. Balalar Darul Tamlarga avatildi. Vatanparvarlik shiorlari to'lashni va Xitoycha so'zlashni o'rgandi. Lekin ota-bobolarining diniy e'tiqodi haqida so'ralgan savollarga javob berishda qiynaldi. Hong Kongda jinoyatchilarning Xitoyga qaytarilishiga yo'l ochadigan qonun loyihasiga qarshi 2 oy burun boshlangan namoyishlar bugunmi davomlashmoqda. Rayonda 3 oydan buyon jiddiychilik sabab bo'lgan hukumatga qarshi namoyishlar bugun 3 farqli joyda elib berildi. Kasbiy maktab o'qituvchilari birlashmasi uyushtirilgan yurish faoliyati markazi rayonning Charter Garden rayonidan boshlanib, bosh ma'mur Karilam turishliq hukumat o'ltiraq rayonida oxirlashdi. Mazkur birlashma namoyishga 22 ming kishining qatnashganligini e'lon qildi. Afg'oniston poytaxti Kabulda bir murosim salonida yuz bergan portlashda nurg'un kishining hayotidan ayrilganligi bildirildi. Afg'oniston Ichki ishlar ministrligi bayonotchisi Rahimi bayonot e'lon qilib, Kabuldagi 6-xavfsizlik rayoniga joylashgan Kasri Dubay to'y murosimi saroyida portlash yuz berganligini bildirdi. Hujumda oz deganda 22 kishining o'lganligini bildirdi. Hujumni hozirgacha hech kim ustiga olmadi. SpaceX va Tesla shirkatining qo'rg'uvchisi va bosh ijroiya amaldori Elon Musk muhim bayonot e'lon qildi. U Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotda Marsga yadro bombasi atayli dedi. Musk etilgan bomba orqali bu planetdagi karbon hidrogenni atmosferaga qo'yib berib, Marsni yashag'ili bo'lgan holga akilishni o'ylashmoqda. Elon Musk bir televiziya programmasida o'zidan so'ralgan Mars haqida nima uchun bunda qat'iy so'z qilganligi va bu planetda yashash imkoniyati yo'qligi haqida so'ralgan savollarga javob bergan edi.